Shoshilinch! O'zbekistonda yoqilg'i zaxiralari bo'yicha muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, mamlakatimizda benzin va boshqa neft mahsulotlari zaxirasi yetarlimi? Kuz-qish mavsumi yaqinlashar ekan, bu savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Rasmiylar bu borada muhim bayonot berdi. Keling, tafsilotlari bilan tanishamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar eng dolzarb va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Muhim ma'lumot. Energetika vazirining birinchi o'rinbosari Umid Mamadaminowning ma'lum qilishicha, ayni paytda O'zbekistonda mavjud yoqilg'i zaxiralari mamlakat ehtiyojini kamida 2-3 oy davomida to'liq ta'minlashga yetadi. Uning ta'kidlashicha, bugungi murakkab geosiyosiy vaziyat sababli nafaqat yoqilg'i zaxiralarini shakllantirish, balki neft mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda mamlakatda yiliga 1.200.000 tonnadan ortiq neft mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, xususiy tadbirkorlar tomonidan xorijdan 600-700.000 tonna neft mahsulotlari import qilinib, ichki bozor talabi qondirilmoqda. Shuningdek, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida maxsus reja ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i zaxiralari oldindan shakllantirish bo'yicha elektr, gaz va logistika masalalari bo'yicha har hafta monitoring va tahlillar olib borilmoqda. Mutasaddilarning aytishicha, mavsum davomida ishlaydigan maxsus brigadalar va zarur texnik vositalar ham to'liq tayyor holatga keltirilgan. Shu sababli kuz-qish mavsumida barqaror o'tkazish uchun barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning dekabr va yanvar oylarida foydalanish uchun 100.000 tonna avtobenzin zaxirasi yaratish rejalashtirilgani haqida ham xabar berilgan edi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va eng muhim ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha, xayr.